sahobalar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tashqi ko'rinishi haqida nimalar deyishgan? Mana shularni o'qigan bo'lamiz. Ummu Mubit Payg'ambarimiz hijrat qilganida mana shu ayolning chodiriga to'xtagan edi yo'lda. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni u ayol qanday sifatlagan edi? Payg'ambarimiz haqida Ummu Mubit shunday deydi. U zot g'oyat ko'rkam, yuzlaridan nur yog'ilib turuvchi, go'zal xulqli, boshi va qornini na kattalik va na kichiklik bilan ayblab bo'ladi. Husndor va go'zal. Ko'z qorachig'i ham tim qora. Kipriklari uzun, ovozlarida biroz mayinlik bor. Bo'yni salgina uzun. Ko'zining oqi tiniq oq. Qoshlari kamon, sochlari qop-qora. Sukut saqlaganida viqor, so'zlaganida esa ko'rkamlik balqib turadi. Uzoqdan qaraganda g'oyat kelishgan va ko'rkam, yaqindan ko'rganda g'oyat go'zal va yoqimli. So'zlari shirin va dona-dona. Sergap ham, kam gap ham emas. So'zlari xuddi ipga terilgan munchoqdek. O'rta bo'yli, ko'rgan kishi na pakana va na darroz deb ayblay oladi. Yonida hamrohlari ham bor. Ular uning so'zlariga jim turib quloq solishadi va buyruqlarini bajarishga oshiqishadi. Ular uning amriga muntazir bo'lib, yonidan nari ketishmaydi. U qovoq uyuch ham, birovni kamsitish ham emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin sahobasi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu shunday deydi. U zotning bo'ylari o'ta uzun ham, o'ta past ham emas. O'rta bo'yli edilar. Sochlari o'ta jingalak ham, o'ta silliq ham emas. Jingalaklik va silliqlik o'rtasida edi. Badanlari semiz ham, yuzlari go'shtdor va dumdumaloq ham emas edi. Yuzlari biroz dumaloqlikka moyil, tiniq oq edi. Ko'zlarining qorachig'i tim qora, kipriklari uzun, yelka va bo'g'in suyaklari katta. Ko'kraklaridan qorinlarigacha mayin va ensiz tuk bilan qoplangan. Badanlari jundor emasdi. Oyoq qo'llari zalvorli, yurganda xuddi qiyalikdan tushib kelayotgandek salobat bilan yurardilar. O'girilib qaramoqchi bo'lsalar, butun gavdalari bilan burilar edilar. Ikki kiftlari o'rtasida payg'ambarlik muhri bor edi. U zot oxirgi payg'ambar edilar. U zot g'oyat qo'l ochiq, nihoyatda jur'atli, o'ta rostgo'y, ahdiga vafodor, xulq-atvori muloyim, o'ta samimiy inson edilar. Dastlab ko'rgan kishini haybatlari bosar. Yaqindan tanigan odam esa u kishini yaxshi ko'rib qoladi. U zot haqlarida so'zlagan odam men u zotdan avval ham, keyin ham u kishiga o'xshagan kishini ko'rmadim der edi. U zotni ko'rgan, u zot bilan birga yashagan kishilar payg'ambarimizga shunday bir ta'rif berishyapti. Anas ibn Malik roziyallohu anhu kichkinaligidan Rasulullohning xizmatini qilgan. U kishi aytadi: Rasululloh keng yelkali, tiniq rangli edilar. Ranglari juda oq ham, qora ham emas edi. Baro roziyallohu anhu aytadi: Xushqad, keng yelkali edilar. Sochlari quloqlarining yumshog'iga yetar edi. Men u zotni qizil pullada, qizil kiyimda ko'rdim. U kishidan ko'ra chiroyliroq insonni aslo ko'rmaganman. Ka'b ibn Malik aytadi: Xursand bo'lsalar, yuzlari oydek yorishib ketar edi. Jabir ibn Samura roziyallohu anhu aytadi: Boldirlari biroz ingichka edi. Ko'rsalar faqat tabassum qilib qo'yardilar. U zotning yuzlariga boqib, ko'zlariga surma topilganda bo'lar edi. Aslida esa surma qo'yilmagan bo'lar edi. Umar al-Xattob aytadi: U zotning tishlari juda chiroyli edi. Ibn Abbos aytadi: Kurak tishlarining orasi ochiq bo'lib, gapirgan paytlarida tishlari orasidan nur taralayotgandek bo'lar edi. Anas roziyallohu anhu aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kaftlaridan ko'ra muloyimroq bo'lgan na ipek va na boshqa narsani ushlamadim. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bo'yidan ko'ra xushbo'yroq biron hidni topmadim.
Bir oyat aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hidlaridan yoki bo'ylaridan ko'ra xushbo'yroq na mushk va na ambar va na boshqa biron xushbo'ylik topmadim. Abu Juhayfa aytadi, u zotning qo'llarini olib yuzimga bosdim. Qo'llari qordan-da muzdek va mushkdan-da xushbo'yroq edi. Jabir ibn Samura roziyallohu anhu o'zini bolalik davrini eslab aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzimni siladilar. Qo'llarida salqinlik va xushbo'ylikni his qildim. Go'yo u zot qo'lini Attorning qutisidan chiqargandek edi. Anas roziyallohu anhu aytadi, terlari marjondek edi. Onam Ummu Sulaym aytar edi, u ya'ni terlari xushbo'yning xushbo'yi. Jabir roziyallohu aytadi, bir yo'ldan yurib o'tgan bo'lsalar, u zotdan keyin shu yo'lda yurgan odam xushbo'y hidlaridan yoki terlarining xushbo'y hididan u zotning bu yerdan o'tganini bilib oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday bir buyuk inson degan. Aytib o'tganimizdek, bu voizlarning tillari, kotiblarning qalamlari u zotni jasadiy, axloqiy sifatlarini ta'riflashlikka albatta ojiz bo'ladi. Siz bilan biz mana shunday zotga ummat bo'lganimizga Alloh taologa hamd va sanoat qilishimiz kerak. Va u zotga ummat bo'lganligimizni isboti o'laroq hayotimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasi bilan yashashimiz kerak bo'ladi. Siz bilan bizga Alloh taoloning tavfiqi bo'lgan bo'lsin.